Assalomu alaykum qadrdonlar, mana O'qishini bozoriga keldik mana inshaalloh. O'zbekiston tumanida O'qishini bozori bugun mana chorshanba 2-iyul. Hozir bozorga kelib bir ahvolni bilamiz. Mevalar, narx-navolar bilan tanishamiz. Inshaalloh. Neç pul yaptılar akalar bunu? 1,5 ming ishon. Deyaptimi? To'ra yaptı. Ha, to'ra yaptı değil mi? Lekin hammasiga olsa 1,5 beradilar. Ha, bir joyga olsa 1,5 beradilar. Oqilib chiqdi. Kimniki? To'g'ri mana. Bir joyga olsa 1,5 dan beradi. Bilmasam meniki emas aka. 5,5. Oqilib chiqdi. 5,5 da berishmayapti ekan. Bittasi 1,5 deydi, bittasi 5,5 deydi. Hayron bo'lib qoldim. Olindimi akalar bu yo sotilyapti? Yo'q, doimo gaplashamiz. Nech pul aka? 6 qildi bermadi. Tuklini 6 qildimi yo hammasini 6 qildimi? Ha, Vostoga bu. Rasmas. Bu mana qancha lola? Ular 5 pul. Ha, yaxshi. Yaxshi qilib qilgan biz, ha? Zo'r. Bu Yosarxonmi bu? Yosarxonmi bu? Bu nima? Bu Turetskiy bu, ha? Nech pul qilyapsiz aka? 7 ming yaxshi. Ularga yashamaydi. Turetskiy. Yetti ming qilyapti ekan Turetskiy. Super aka bu. Yo'q, bu chigar degan ekan. Sotyapsizmi? Sotamiz. Nech pul qildingiz aka? 7,5. Yaxshi. Kalibr ham yaxshi ekan-da, 7,5 qilishibdi. Juda shaftollar bugun sal qimmatlab qoldi. Narxlar ko'tarilib qoldi. Bozor ichiga kiramiz, hozir ko'ramiz bozor. Yuk bozorda kammi xola? Yo'q. Kelyapti. Ha, yuk bor ekan, no? Mana bozorda ko'r. Bozorda ko'ramiz. Juda super bilan Akalar hormaydi. Qalaysiz? Instagramga ish bo'lyaptimi? YouTube'ga bo'lyapti aka. Bizga olib qo'yaver. Nech pul? Dehqon aka. 4,000 so'm aka. Dehqon aka. Yaxshi. Zo'r. 4,000 so'm. Yaxshi. To'rdan qilishdimi? 3,5 bermayapti. Bermadi aka. Ha. 3,5 bermayapti. Mana 3,5 dan berishmayapti ekan. Yaxshi aka, bozorlarni bersin. Ko'rib qo'yamiz endi. Bizning odamlardan. Odamlarning hammani ko'ngli har xilda, kimga yo'q, kimga buni shotonni ko'ngli yo'q, buni olaverasiz. Xudodan xafa bo'lishingiz mumkin. O'shanga odamlarni olavermayman. Xijolatchilikda, salomat bo'linglar. Elbert nech pul Elbert? 5 ming. Zo'r. Superchi, yumshog'i. 5 ming. Qancha qildi endi? Umuman hammasini nech pul qilishdimi? Aka 3,000 qilyapti. 3,000 qilyapti. Siz qilyapsizmi? 3,000 qilyapti. Yaxshi-da. 5 ming qilyapti. Blogermiz aka. Shunaqa navolarni ko'rsatib qo'yamiz-da. Xalqqa. Hamma ham bozorga kelavermaydi, kelolmaydi. Yaxshi bozorlarni bersin. Ko'prog'ini ular dastavka beraveramiz. Ha, dastavka ham bor ekan. Oqlarimiz. Foydalaning o'g'li aka. Nech pul ekan o? 50 ming deyapti. 50 ming deyapti. 50 ha, ma'qulmi? Siznikimi? Nomni qilyapti-ku. Mana bunaqa ekan. Dastak olib beraverasizmi?
ko'proq olsa, kompot bobchilar bo'lsa. Ha. Kompot bobchilar bo'lsa, olib borib berishar ekan. Ayting nomeringizni. 94lik. 94lik 172 472 3202 mana O'qchida mana endi Bag'doddanmi, Rishtondanmi, Buvaydami yaqinroq bo'lsa, 3 ko'priging bo'lsa, olib borib berishar ekan ko'proq olsa. Vodiy bo'ylab. Kompotga, ha, vodiy bo'ylab olib borib berishar ekan. Uslugalar bor ekan. Ismingiz kim? Izzatullo. Izzatullo telefon qilaverasizlar. Aka salomat bo'ling. Mana bozorlarni. Sariq shaftoli nech pul ekan sariq shaftoli? Ishgani mana buni qo'yib, yo'q. Hali ishgan yo'q. Qani, o'zini ko'rishchi. Mana uni olib ketdingiz, vallahi. Qattiq u. Pishmaydi bu buni oltalik. Nech pul bu? 3000 qildi. 3000 qilishibdi. Yo'q, qo'shing qilgan dollarga. O'zingiz tanishib. Buni bekitadigan, tushadigan bozorda olaveradi. Buni hali pishmaydi, ama. 17 dan boshlab buni kimini olyapti? Gul qilib, buni qo'yib bir bolaga qarishtirib oladi. Hozir maydalashib qoldi, hali oxiri qoladi, bu qilib Soylamonga ham ishkanligini soldi. Yaxshi, zo'r. Aqlga asfalt qo'ydi. Ha, shu. Mana shunaqa gaplar ekan. Ha, shunaqa gaplar. Nech pul ekan aka superlaringiz? 4000 so'rayapti ekan, qattig'i. Qarang. Ha. Bunichi, mana bunichi. Yo'q, buni so'ragan yo'q. Mana shunaqa narxlar ekan mana. Sizniki nech pul? Nima deb bu? Chang olma, so'q go'dalam deb qo'yishadi buni. Nech pul bu? 5000 deyapti. 5000. Deb ko'radigani bormi bularning ichida? Bismillahirrohmanirrohim. Shirin ekanda vaqti bo'lmi? Shirin vaqti shirin ekan. Rozi bo'ling, ha? Nech pul ketdi bu? Olmaysizmi aka? Yo'q, o'zi sotyapti. Nech pul? 5000 aka. 5000. Yukam bugun bozorda oz qoldi. Yuk oz bozorda. Qansiz? 5000 ekan. Olindimi aka bular? Aka olindimi? Bilmadim men, bir soatlardan keyin jo'naydi. Ha, tinch. Yish pul ekan shaftolilar tog'a. Buni ham ana ikkita bering mayli. Mana uni bering, mana uni bering. Aylagina oldi keldimmi? Ha, siz kelibsiz demak, ha? Ha, yaxshi. Hali ko'chadagi Vostok. Elbirtlar. Dukam oz qolibdi. Mana mayda olma bor ekan mana. Nech pul ekan olma? Qolma nech pul aka? Aka? Bu kislimi bu ya? Kislimi bu? Shirinmi? Buni ko'ramiz, ha? Mayli. Endi ichidan chiriklari ham boshqatdan saltarofka qilaman men buni. Maydalari bor. Men o'zim aytayman, opajon chiqyapti deb men yashirmayapman, o'zim aytayman. Yurganiga ancha bo'lgan ekanda. Yurganiga ancha bo'lgan. Bu o'ri qancha opa? Ancha bo'lib yurganiga. 5000 so'rab bergan yo'q. 2000 beryapti. Men so'm bersam. Bizlar sotaman o'shanda ham.
Bugün Karahan'a varıp gördüm de 10 milyon çıktılar. Yarım kuru koptu bu ne? Başta ha? Yarım kuru olacak da. O sabırızlar. Şunu hem borak hem ben. Hemen gelecek kadar hem yükülerde alışmış. Oo, bak hem borak. Lekin hiç bulagan bu krasnilar. Krasni mi doğru ettin mi? Hmm. 12 ming. Yaxshi, zo'r. Necha pul qilishdi endi so'ramasa? 8 qilishdi, 6, 7, 8 qilishyapti. Ha. Bozorda hamma qilaveradi aql. Ma'qulga deb bo'laveradi. Yaxshi aka. Bozorda bersin. 8, 7 qish. O'shanaqada to'g'ri. Olmalar ham ko'paydi. Sizdanmi olma? Sizdanmi olma? Anjir necha pul bo'ldi Anjir aka? 7 ming. 7 ming. Zo'r. Anjir sotdi 7 ming. Ularchi. Supermi bu? Nima bu nomi? 7 ming. Birazdan mana yuklarni mana bo'sya. Salafalla vaqt. Cho'ktilar, mana bu bo'sya. Vahli tugab qoldi-da bugun yuklar. Necha pul ekan soptoni polvon? 5 mingdan. Malades, malades. Necha pul kami? Dedangiz qanday? Soptoni necha pul ekan? Qalay, 5 ming deyapmiz. qanchani ko'rdi endi? 3 ko'rdi. Shopda tortilib qolsa-kilansa, kamayib qolsa-kilar. Bugun juda qimmatlabdi-da. Bugun haqiqatda qimmat. Tugab qolibdi-da o'zi. Haqiqatda bo'ldi endi sitirib. Ha, endi o'sha pullar, nektarlar chiqadi endi shu. Shu nektar chiqquncha jinday nima bo'ladi? Shuni qo'y. 3 deyapsizmi endi? 3 ga berasizmi? 3 ga berasizmi? Qo'shing deyapti. Ha. Yumshoqda yo'qmi biroq ona? Hammasi o'sha o'ziga. Hop, Yegin ham kelib qoladi buni. shirin ham. 2.20 dan degan kelib qoladi-da buni. Shirin o'ta shirin. Bismillahirrohmanirrohim. Shuni uzib olib ketib qo'yib kelinyapti. Ba'zilar ham eski o'shani rasi yumshoq bo'ldi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Mazasiz bu super ekan endi va? Ha, super ekan. Bu qanday super ham deyapti, boshqa ham deyapti. Shunaqa. Nima deb olsa ham pulni berib olsa bo'ldi. O'sha bozorni bersin aka. Savdolarga barakatli jo'rni. Barakatini bersin. Savdolar ham yukni olibdi-da mana. Hamma yukni qilyapti. 50 nomer turibdi mana. Tomonda yuk qolmabdi mana. Bozorda yuk kam. Qo'yamiz mana. Mana shu bo'laveradi shaftonlarda. Ismingiz kim bo'lgan? Ahmadjon. O'qishini bu do'dali bolalar nima bular Ahmadjon aka mana. Yashasin polvon, malades mana. Shaftonlar sotyapmiz aqli va? Yashang. Ertaga o'zingizni ko'raverasiz, xudo xolasa. Olma. Olma. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz polvon? 5 ming. Yaxshi. Qancha so'rashdi endi buni? 28 so'radi. 2008. Ha, yaxshi. Oqilibchaklar necha pul aka? 3 mingga. Aka ichida sal qattiq So'radim. Bor qattiq, yaralashdi. Yo'q, 3 ming. Bu qizil ham 3 mingdanmi? Aralashiga. Ha. Yaxshi sapishibdi janovar ha. Malades. Ay. Shunaqa aka. Ama buni juda 5-6 yeb qo'ysangiz
O'zim qadar ko'taradi. Masala ko'tarib qo'yadi. Nega? 5-6 yuboring. 3000 deyishyapti ekan shoxdorlarni ona. Oqlubchaklar. Bular nech pul ekan aka? Superlarimiz. 5000 deyapmiz aka. Yashang. Beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarniki qancha ekan? Kelindi. 5000 deyapmiz, turaverasizlar. Bozor anaqa qurt degan namozi yo'q. Hozirgi kim ko'paymagan hammaniki derlangan. Sartarobga basta kecha uradan olib ketdi. Yaxshidir. Olmalarimiz olindi shekilli, va oldilarmi, sizlarmi oladi? Bu olma bizniki. Nech pul oldingiz? Xo'jayinim biladi, 2,5 Ha. Mana shunaqa gaplar mana. Bugun bozorda shaftolilar sal qimirlab qoldi. 40, 70, 20 region, 40, 70 ham turibdi. 50. Kelishib mana odamlar oborib ustiga qo'yib mana foydasini qilib tirikchilik ayb yo'q bo'lib qoldi. O'g'irlik qilmasang bo'ldi sanqiladi. Halol ish. Eplab sotishaveradi. Mana bu taraflarda ham mana polni mana hammasi savdogarlar mana yuklar teryapti. Lekin ish pul oldingiz? 3000 oldim. Yaxshi. Zo'r. 3000 olishdi. Mana yuklar, hamma yukni tayyorlayapti. 50 ekan bu nomer. Shunaqa gaplar. Bozorda yuklar mana tugabdi mana. Suvchi tog'a ham, ayronchi tog'a ham ketibdi. Assalomu alaykum. Nech pul ekan sotganlar? Qilyapti, olsa mendan qaytilyapti. Qancha qilishyapti? Yaxshi. Polvonlar, jangarlar teruvchi bular endi. Nimani kerak? Sizni olmayman aka. Pul bermayman aka. Oqsiz aka ko'p. Dehqon aka nech pul bu? 4000 so'raverasiz. 4000. Baklar bilan ham mana qiza. Baktagidan burildi ekanda. Baki bilan haydaymiz-da. Qancha qilishdi? 2,5. 2,5. Bugun kam ekan. Kam. Ama kelyapti-da. Hadi kelaveramiz. Kelyapti lekin. Shaftolilar mana kelyapti. Nech pul hozir sotdingiz? Oqlubchaklar nech pul? Oldingizmi? Yo'q, ko'targancha endi men sherik bo'lib olib kelgandim. Uvol bo'lmasin, to'kib tashlayapmiz. Endi ko'targaniga beraveraman. Yeb ko'ring. Rafa yedim. Hamma yeb ko'ryapti. Hali yerda rafa yeyapti. Qilib yeysiz endi yeb ulgurmayapmiz. O'shanaqa mayli, bozorda kesam. Xaridor ham chiqib qolar. O xomga olib keldik, uni olib ketdi, buni. Olib qoqqanda. Ha, xaridor keladi ham qolar. O'shanaqa. Sotib oldingizmi aka buni? Sotyapsizmi aka buni? Oldim. Olamlar narx qilib yana ketdilar. Xabarlar mana.
Yetkilagan shotdonlar. Narxini bilgani ketishimiz. Bozorlarimizdan tugayapti. Shom bo'ldi. Chiqish mana. Chunki bugun o'lcha yo'q. O'lcha yo'q bugun. O'lcha qancha oldilar aka? 11 yarim aka shunaqa. Ha, 11 yarim. Ha, yaxshi, to'g'ri. 11 yarim bo'pti o'lchalar. Yo'qda yuribman men. Mana bar xaridorlar yuklanib bosyapti. Jakda ayam odam ketdi. Mana shaftolar. Xullas kalom qadrdonlar mana 2-iyul holatiga iyul holatiga bugun mana chorshanba bo'lsa O'qchi bozoridan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi O'qchi bozoridan narx-navolar bilan tanishdik mana. Qadrdonlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qimmatli vaqtlaringni ajratib bizni ko'rganlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Qadrdonlar mana hozir Shamog'iga tushdik mana O'qchiga mana bu joyda yangi masjid qurilyapti ekan mana. O'qchining jome masjidi ekan mana. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi jome masjidi. Hozir masjidga kirib Shamog'i chiqamiz endi mana. Mana Allohga shukr, shomni ham o'qib oldim mana, yangi masjidda mana. Yangi masjid mana podvallar ekan mana. Mana. Katta masjid shu ekan mana. Nima derdik? Ilohim etamon masjidlar bitaversin. Masjidlar bitib yurtimizga xizmat qilaversin. Masjidlar to'lib odamlar namozlarni o'qiyversin. Ilohim mana. O'qchidamiz yana bir marta aytaman qadrdonlar mana. Mana shu masjidda shom namozini o'qib chiqdik mana inshaalloh endi. Safarimizni davom ettiramiz. Qadrdonlar mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ilohim masjidlar ham tez kunlarda bitib ketaversin ilohim. Salomat bo'linglar.